Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Pensiya indeksatsiyasi, pensiya jamg'armasi hisob kitoblaridagi xatolar. Odamlar yillar davomida ololmay kelgan pullarini qanday qilib qaytarib olayotgani haqida gaplashamiz. Bu mavzu faqat bugun pensiya olayotganlarga emas, ertaga pensiya chiqadigan har bir odamga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri hisob kitob, bitta indeksatsiya qo'llanmagan, o yoki bitta hujjat e'tiborsiz qoldirilgani sababli pensioner har oy 100 minglab so'm kam pul olib yurishi mumkin. Men bu videoda oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nima o'zgardi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar shunchaki tekshirsa kifoya? Qaysi holatlarda pul qaytariladi, qaysi holatlarda qaytarilmaydi? Va eng muhimi, siz amalda nima qilishingiz kerak? Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot sizga yoki ota-onangizga real pulni qaytarib berishi mumkin. Pensiya deganda ko'pchilik faqat har oy kartaga tushadigan pulni tushunadi. Lekin pensiya aslida murakkab hisob kitob natijasi. Unda ish staji, oylik maoshlar, sug'urta badallari, imtiyozli davrlar, bolani parvarish qilish davri, harbiy xizmat, zararli ish sharoitlari, eng kam pensiya miqdori, bazaviy hisoblash miqdorlari va eng asosiysi indeksatsiya hisobga olinadi. Indeksatsiya nima? Oddiy qilib aytsam, davlat pensiyalarni narx-navo o'sishi, inflyatsiya va qonunchilikdagi o'zgarishlarga moslab qayta ko'rib chiqadi. Ya'ni siz 2002 yilda bir miqdorda pensiya olgan bo'lsangiz, 2020 yoki 2022 yilda pensiya miqdori oshirilishi mumkin. Bu oshirish faqat yangi pensiyaga chiqqanlarga emas, amaldagi pensionerlarga ham tegishli bo'ladi. Mana shundaki. Amaliyotda hamma indeksatsiya ham to'g'ri qo'llanmagan bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar pensiyasi vaqtida qayta hisoblanmagan, ba'zilarining ish staji to'liq kiritilmagan, ayrimlarda eski ma'lumotlar asosida hisob kitob qolib ketgan. Ba'zan pensioner buni bilmaydi, chunki u har oy pul tushayotganini ko'radi va demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Aslida esa uning pensiyasi 200 ming, 300 ming, hatto 500 ming so'mga kam hisoblangan bo'lishi mumkin. Men aldash deganda har doim ham kimdir ataylab yomon niyat bilan pulingizni olib qo'ydi demoqchi emasman. Lekin fuqaro uchun natija bir xil. Agar sizga qonun bo'yicha tegishli pul berilmagan bo'lsa, u xatomi, e'tiborsizlikmi, tizimdagi nosozlikmi? Baribir bu sizning cho'ntagingizdan ketgan pul. Shuning uchun har bir pensioner o'z pensiya hisob kitobini tekshirishi shart. Avvallari ko'pchilik pensiya tayinlangandan keyin hujjatlarini qayta ko'rmasdi. Pensiya jamg'armasi qanday hisoblagan bo'lsa, shuni olaverardi. Odamlar davlat organi hisoblagan bo'lsa, to'g'ri hisoblagan bo'ladi deb ishonardi. Arxivdan ma'lumot olish qiyin edi, eski ish joylari yopilib ketgan. Korxona nomi o'zgargan, hujjatlar boshqa idoraga topshirilgan. Ko'p odamlar esa qayerga murojaat qilishni bilmasdi. Hozir vaziyat o'zgaryapti. Elektron bazalar kengaymoqda, fuqarolar murojaat qilishni o'rganmoqda. Pensiya tayinlash va qayta hisoblash bo'yicha nizolar ko'proq ko'rib chiqilmoqda. Eng muhimi, odamlar tushunyapti. Agar pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, qayta hisoblashni talab qilish mumkin. Agar ortda qolgan oylar bo'yicha kam to'langan summa aniqlansa, ayrim holatlarda u pulni qaytarib olish ham mumkin. Lekin bu yerda bitta muhim narsani aniq aytaman. Pul avtomatik tarzda hamma uchun qaytarilmaydi. Hamma pensionerlarga pul qaytarilarkan degan gapni eshitib, hech qanday hujjatsiz pul kutib o'tirish noto'g'ri. Siz o'zingizning holatingizni tekshirtirishingiz, ariza berishingiz, zarur bo'lsa dalil hujjatlarni yig'ishingiz kerak. Pensiya jamg'armasi sizning eski ish stajingizni, eski oyliklaringizni yoki noto'g'ri qo'llanmagan indeksatsiyani o'zi izlab topadi deb ishonib o'tirmang. Birinchi navbatda pensiyaga 2000 yildan oldin yoki 2020 yillar oralig'ida chiqqan pensionerlar tekshirishi kerak. Nega? Chunki u davrlarda ko'p ma'lumotlar qog'oz hujjatlar asosida kiritilgan. Ish staji qo'lda hisoblangan. Maosh bo'yicha ma'lumotnomalar korxonalarda olingan, ayrim davrlar tasdiqlanmay qolgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa eski zavod, shirkat, kolxoz, sovxoz, qurilish tashkilotlari, tibbiyot muassasalari, maktablar yoki kichik xususiy korxonalarda ishlaganlar ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, bir ayol 1990-yildan 2000-yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Pensiyaga chiqqanda uning faqat 6 yillik staji kiritilgan. Qolgan 30 yil arxivda tasdiqlanmagan deb hisobga olinmagan. U har oy 500 ming so'm kam pensiya olib kelgan. Agar bu holat 5 yil davom etgan bo'lsa, oddiy hisobda 500 ming so'mdan 6 oyga ko'paytirsak 9 million so'm farq chiqadi.
Albatta, real qaytariladigan summa qonunchilikdagi muddatlar va qayta hisoblash sanasiga bog'liq bo'ladi. Lekin muammo miqyosi mana shunday. Ikkinchi guruh pensiyasi eng kam miqdorga yaqin bo'lganlar. Ko'pchilik men baribir minimal pensiya olaman, tekshirishdan foyda yo'q deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Ba'zan odamning haqiqiy staji yoki oyligi to'liq kiritilsa, u minimal chegaradan yuqoriroq pensiya olishi kerak bo'ladi yoki unga ustama qo'shilishi kerak bo'ladi. Masalan, 32 yil stajga ega bo'lgan odamga 25 yil staj kiritilgan bo'lsa, bu pensiya miqdoriga jiddiy ta'sir qiladi. Uchinchi guruh imtiyozli yoki zararli ish sharoitida ishlaganlar. Konchilik, kimyo sanoati, metallurgiya, og'ir qurilish, issiq sex, zararli gazlar bilan ishlash. Ayrim tibbiy va pedagogik faoliyat turlari bo'yicha imtiyozlar bo'lishi mumkin. Bu imtiyozlar noto'g'ri kiritilsa, odam oddiy tartibda hisoblangan pensiyani olib yuradi. Aslida esa unga boshqacha tartib yoki qo'shimcha ustama qo'llanishi kerak bo'lgan bo'lishi mumkin. 4-guruh nogironlik pensiyasi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiyadan boshqa turdagi to'lovlarni oladiganlar. Bu toifadagi odamlarda ham qayta hisoblash, indeksatsiya, qo'shimcha to'lov va ustamalar bo'yicha xatolar uchraydi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida oila a'zolari soni o'zgargan, bola o'qishni davom ettirgan, lekin hujjat vaqtida topshirilmagan bo'lsa, to'lov miqdori noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. 5-guruh pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaganlar. Ishlovchi pensionerlar bo'yicha hisob-kitoblar murakkabroq bo'ladi. Ayrim davrlarda ishlovchi pensionerlarga pensiya to'lash tartibi o'zgargan, ayrim cheklovlar bo'lgan. Keyin bu qoidalar o'zgargan. Shuning uchun ishlagan davringiz sizga pensiya to'liq yoki qisman to'langanmi, keyin qayta hisoblanganmi, hammasini tekshirish kerak. Birinchi misol, otaxon 2000-yilda pensiyaga chiqqan. U yarim yil ishlagan deb biladi. Lekin pensiya hujjatida 34 yil staj ko'rsatilgan. Sababi 1990-yillardagi bir korxonadan ish haqi ma'lumotnomasi topilmagan. Otaxon bo'ldi endi, topilmas deb yuradi. Keyin farzandi arxivga murojaat qiladi. Korxona tugatilgani, hujjatlar tuman arxivga topshirilgani aniqlanadi. Ma'lumot topiladi. Natijada staj qayta kiritiladi, pensiya qayta hisoblanadi. Har oy 280 ming so'm oshadi. Agar qayta hisoblash faqat ariza berilgan kundan keyin qo'llansa ham, otaxon bundan keyin har oy ko'proq oladi. Agar avvalgi davr uchun ham asos bo'lsa, qarzdorlik summasi ham chiqishi mumkin. Ikkinchi misol. Ona 2017 yilda pensiyaga chiqqan. 3 farzandni parvarish qilgan davrlari bor. Pensiya tayinlashda ayrim davrlar noto'g'ri kiritilgan. Chunki mehnat daftarchasida uzilishlar bo'lgan. Aslida qonunchilikda bolani parvarish qilish bilan bog'liq ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin. U hujjatlarni qayta topshiradi. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, ariza. Natijada umumiy staj oshadi va pensiya miqdori qayta ko'rib chiqiladi. 3-misol. Bir kishi zavodda issiq sexda ishlagan. Unga imtiyozli staj qo'llanishi kerak edi. Lekin lavozim nomi ma'lumotnomada noto'g'ri yozilgani sababli oddiy ish staji sifatida qabul qilingan. Keyin u korxona arxividan buyruqlar, shtat jadvali, lavozim yo'riqnomasi, mehnat sharoitlari bo'yicha ma'lumotnoma oladi. Shundan keyin uning pensiya ishi qayta ko'riladi. Bu yerda eng muhim nuqta shuki, faqat men zararli joyda ishlaganman deb aytish yetmaydi. Buni hujjat bilan isbotlash kerak. Endi men eng ko'p uchraydigan tuzoqlarni tushuntiraman. Birinchi tuzoq, og'zaki javobga ishonish. Siz pensiya jamg'armasiga borasiz, xodim sizda hammasi to'g'ri, qayta hisoblash yo'q deydi. Siz uyga qaytasiz, bu noto'g'ri. Har qanday muhim murojaat yozma bo'lishi kerak. Arizangiz ro'yxatdan o'tishi kerak. Sizda ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxa qolishi kerak. Og'zaki gap bilan huquq himoya qilinmaydi. Ikkinchi tuzoq, qo'shnimga qaytarishdi, menga ham qaytarishadi deb o'ylash. Pensiya har bir odamda individual. Qo'shningizga pul qaytarilgan bo'lsa, uning hujjatida aniq xato topilgan bo'lishi mumkin. Sizda esa boshqa holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun umumiy gaplarga emas, o'z pensiya ish hujjatlaringizga qarang. 3-tuzoq, muddatlar masalasi. Ayrim to'lovlar faqat murojaat qilingan sanadan keyin qayta hisoblanadi. Ayrim hollarda o'tgan davr uchun ham to'lov bo'lishi mumkin. Bu nimaga bog'liq? Xato kimning aybi bilan yuzaga kelganiga, hujjat qachon taqdim etilganiga, pensiya organida ma'lumot bo'lgan bo'lmaganiga, qonunchilikda qanday muddat belgilanganiga bog'liq. Shuning uchun menga 10 yil uchun hammasini qaytarishlari kerak deb qat'iy xulosa qilishdan oldin ishni
huquqiy tahlil qilish kerak. 4-tuzoq mehnat daftarchasidagi yozuvlar. Ba'zan mehnat daftarchasida muhr yo'q. Lavozim nomi noto'g'ri. Ishga kirgan yoki bo'shagan sana aniq emas. Korxona nomi o'zgargan. Pensiya organi bunday davrni hisobga olmasligi mumkin. Lekin bu davrni butunlay yo'qotdingiz degani emas. Arxiv ma'lumotnomasi, buyruq nusxasi, ish haqi hisob-kitob vedomotlari sud orqali ish stajini tasdiqlash kabi yo'llar bo'lishi mumkin. 5-tuzoq indeksatsiya va qayta hisoblashni aralashtirib yuborish. Indeksatsiya umumiy oshirish bo'lishi mumkin. Qayta hisoblash esa sizning shaxsiy hujjatlaringiz asosida pensiya miqdorini o'zgartirishdir. Masalan, davlat barcha pensiyalarni 10% ga oshirsa, bu indeksatsiya. Lekin sizning 5 yillik stajingiz qo'shilsa, bu qayta hisoblash. Ikkalasi bir-biriga ta'sir qilishi mumkin. Agar sizning boshlang'ich pensiyangiz noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, keyingi indeksatsiyalar ham noto'g'ri bazaga qo'llangan bo'lishi mumkin. Ya'ni xato bir oyda emas, yillar davomida zanjir bo'lib ketadi. 6-nozik xat ishlovchi pensionerlar davri. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan bo'lsangiz, siz uchun alohida tekshiruv kerak. Ish beruvchi badallarni to'laganmi? Ma'lumotlar elektron bazaga tushganmi? Sizning ishlagan davringiz qayta hisoblashga ta'sir qiladimi? Bularni aniqlash zarur. Ba'zida odam rasmiy ishlagan bo'ladi, lekin ma'lumot bazada ko'rinmaydi. Bu holda ish beruvchidan ma'lumotnoma, mehnat shartnomasi, buyruq va soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumot kerak bo'ladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz o'zingizning yoki ota-onangizning pensiyasi noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, quyidagi tartibda harakat qiling. 1-qadam, pensiya miqdori va tarkib bo'yicha yozma ma'lumot so'rang. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga boring yoki elektron murojaat yuboring. Arizada shunday mazmunda yozing. Mening pensiyam qanday hujjatlar, qanday ish staji, qanday ish haqi davrlari, qanday ustamalar va qanday indeksatsiyalar asosida hisoblanganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Bu juda muhim. Siz avval hisob-kitobni ko'rmasangiz, xatoni topa olmaysiz. 2-qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Undagi barcha ish joylarini alohida ro'yxat qilib chiqing. Har bir ish joyi bo'yicha kirgan sana, chiqqan sana, lavozim. Korxona nomi, muhr bor yo'qligini ko'ring. Keyin pensiya jamg'armasi hisobga olgan staj bilan solishtiring. Agar sizda o'tib yil chiqsa, ularda o'tim yil ko'rsatilgan bo'lsa, darhol sababini so'rang. 3-qadam, arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Eski korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga murojaat qiling. Korxona boshqa nomga o'tgan bo'lsa, voris tashkilotini toping. Arxivdan ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i, ish haqi ma'lumotlari, lavozim bo'yicha ma'lumotnoma so'rang. Agar maosh bo'yicha yuqori davrlar topilsa, pensiya hisobida foydali bo'lishi mumkin. 4-qadam, ustama va imtiyozlarni tekshiring. Siz urush qatnashchisi, mehnat faxriysi, nogironligi bo'lgan shaxs, zararli ishda ishlagan xodim, ko'p yillik pedagog yoki tibbiyot xodimi bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Har bir holatda tegishli hujjatlar kerak. Guvohnoma, buyruq, komissiya xulosasi. Mehnat sharoiti haqidagi ma'lumotnoma bo'lmasa, imtiyoz qo'llanmay qolishi mumkin. 5-qadam, yozma ariza bilan qayta hisoblashni talab qiling. Arizada his tuyg'u emas, aniq talab bo'lishi kerak. Masalan, falon yildan falon yilgacha bo'lgan ish stajim pensiya hisobiga kiritilmagan. Ilova qilingan arxiv ma'lumotnomasi asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni va kam to'langan summalar mavjud bo'lsa, ularni to'lab berishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling, aslini esa o'zingizda saqlang. 6-qadam, javobni kuting va tahlil qiling. Agar rad javobi kelsa, rad etish sababi yozma bo'lishi kerak. Hujjat yetarli emas, lavozim mos kelmaydi, muddat o'tgan, ma'lumot tasdiqlanmadi kabi sabablar bo'lishi mumkin. Shunda siz nima yetishmayotganini bilasiz. Agar javob noaniq bo'lsa, qayta murojaat qiling yoki yuqori turuvchi organga shikoyat yozing. 7-qadam, zarur bo'lsa sudga murojaat qiling. Ayniqsa ish stajini tasdiqlash bo'yicha arxiv hujjatlari yo'qolgan, lekin guvohlar, boshqa dalillar, ichki hujjatlar mavjud bo'lsa, sud orqali stajni tasdiqlash imkoniyati bo'lishi mumkin. Bu jarayonda yurist bilan maslahatlashish foydali. Men har doim aytaman. Agar masala bir necha million so'm yoki har oy doimiy oshadigan pensiya haqida bo'lsa, huquqiy yordam olish xarajat emas, investitsiya. Eng asosiy hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi. Pensiya tayinlash bo'yicha mavjud hujjatlar: ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotnomalari,
tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik yoki imtiyoz guvohnomalari, harbiy xizmat bo'yicha hujjatlar, o'qish davri bo'yicha diplom yoki ma'lumotnomalar. Agar siz ayol kishi bo'lsangiz va familiyangiz turmushdan keyin o'zgargan bo'lsa, buni albatta tasdiqlang. Ko'p hollarda arxivda eski familiya bilan ma'lumot chiqadi. Pensiya jamg'armasi esa uni sizniki deb qabul qilishi uchun nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgargani haqidagi hujjat kerak bo'ladi. Oddiy ko'ringan mana shu narsa ham pensiya qayta hisoblanishiga to'siq bo'lib qolishi mumkin. Agar sizning ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, ularga yordam bering. Ko'p otaxon onaxonlar idoralarga borishga uyaladi, nima so'rashni bilmaydi. Xodimning bir og'iz gapidan keyin ortga qaytadi. Farzandlar esa pensiya tushyapti-ku deb e'tibor bermaydi. Aslida ota-onangizning har oy 200 ming so'm kam olayotgani yiliga 2 million 400 ming so'm degani. 5 yilda bu 12 million so'm bo'ladi. Bu pul, dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat uchun juda katta yordam. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish joylaringiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, mehnat stajingiz to'liq kiritilgan bo'lsa, pensiya tayinlash qarori va hisob-kitob varaqasini olgan bo'lsangiz, unda katta xavotir bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi, chunki xato faqat eski pensiyalarda emas. Yangi tayinlangan pensiyalarda ham bo'lishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz qayta hisoblangan bo'lsa, lekin siz nima asosda oshganini bilmasangiz, yana bir marta yozma tushuntirish so'rang. Pensiya miqdori oshgani yaxshi, lekin u to'liq oshganmi yoki yo'qmi, buni bilish kerak. Ba'zida bitta xato tuzatiladi, lekin boshqa xato qoladi. Hech qachon vositachilarga ishonib, men pensiya jamg'armasidan odam tayinlaman, pulingizni chiqarib beraman deganlarga hujjat va pul bermang. Sizning huquqingiz qonuniy yo'l bilan hal qilinadi. Ariza, hujjat, rasmiy javob, zarur bo'lsa shikoyat va sud. Shu yo'l eng xavfsiz yo'l. Kimdir sizdan oldindan pul so'rasa, ayniqsa qaytariladigan summadan foiz berasiz desa, juda ehtiyot bo'ling. Shuningdek, internetda tarqalayotgan har bir xabarga ishonmang. Hamma pensionerlarga 5 milliondan qaytarilar ekan. Faqat bugun ariza bermasangiz kech qolar ekansiz. Falon kodni yuborsangiz pul tushar ekan degan xabarlar ko'pincha yolg'on yoki firibgarlik bo'lishi mumkin. Rasmiy manbalarni tekshiring. Pensiya jamg'armasidan yozma javob oling. Shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga bermang. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, pensiya indeksatsiyasi va qayta hisoblash masalasida passiv bo'lib o'tirish mumkin emas. Agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, bu xato yillar davomida sizga zarar keltiradi. Ish staji to'liq kiritilganmi? Maosh davrlari to'g'ri olinganmi? Indeksatsiyalar qo'llanganmi? Ustamalar berilganmi? Bularni albatta tekshirtiring. Men sizga oddiy yo'l xaritasini berdim. Avval yozma hisob kitobini so'rang, keyin mehnat daftarchasi va arxiv hujjatlarini solishtiring. So'ng qayta hisoblash uchun ariza bering. Rad javob bo'lsa, yuqori organga yoki sudga murojaat qiling. Eng muhimi, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyada bo'lsa, bu videoni ularga yuboring. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz qayta hisoblanganmi? Indeksatsiya bo'yicha muammo bo'lganmi? Pensiya jamg'armasidan qanday javob olgansiz? Tajribangiz boshqalarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bu yerda oddiy odamlar tushunadigan tilda pulingiz va huquqingizga taalluqli eng muhim masalalarni tushuntirib boraman.